Shunaqa yog' chirt bo'lib ketgan qozon qopqog'ini hozir ortiqcha kuch ishlatmasdan 10 daqiqa ichida yaltillatib top-toza qilamiz. Orada bo'sh qolmasligi uchun shunaqa xrustalniy stakanni va qoshiq vilkalarni ham sovg'a oldim. Bor yo'g'i bitta dona vosita Bavi super очиститель yordamida top-toza qilamiz. Bu mutlaqo bezarar, bemalol bolalarning narsalariga, kiyimlariga, idish-tovoqlariga ishlatsanglar bo'ladi. Bavidan solamiz, ustidan qaynab turgan suvni quyamiz va 10 daqiqaga qoldiramiz. 10 daqiqadan keyin oddiy suvda chayib tashlaymiz bo'ldi. Ortiqcha kuch ishlatib ishqalab o'tirishi hojati ham yo'q. O'zi shunaqa ko'pirib reaksiyaga kirishib ketadi. Kattaroq idishda qilinglar, yo'qmasam ko'pirib toshib ketishi mumkin. Buni ko'pchilik faqat suv qaynatib ishlatish kerak deb o'ylar ekan. Yo'q, buni bemalol kir moshinaga solib kirlarni yuvsanglar ham top-toza qilib beradi. Chunki men faqat kir moshinada ishlatyapman oxirgi payt bolalarimning kiyimlariga. Mana rezultati qaranglar. Do'yi poslisi shunaqa yaltillatib berdi. Ortiqcha kuch ishlatishi umuman keragi ham bo'lmadi. Mana chetlaridagi yog'lari ham umuman qolmagan. Qoshiq yuvkalarim top-toza bo'ldi. Mana bu stakanni do holat esinglardami? Mana poslisi. Sizlarga ham kerak bo'lsa, bemalol qo'rqmasdan Baviga ishonib ishlatsanglar bo'ladi. Buni korzinkadan, havas do'konlaridan bemalol topsanglar bo'ladi. Sahifamga obuna bo'ling. Yanada kerakli ma'lumotlarni har doim sizlarga aytib o'taman.